Xitoyda turishliq chet ellik muxbirlar jamiyatining bildirishicha, yangi statistikaga qaraganda, chet ellik muxbirlar 2018-yili Xitoyda muxbirlik ziyorat ishlari haddidan tashqari nacharlashganligini bildirgan. Reuters agentligi xabarida muxbirlar jamiyatida 204 kishi bo'lib, 109 kishi ziyorat sharoitining nacharligini bildirgan. Ya'ni 55% sonini egallagan muxbirlar 2011-yildan buyon eng chong nisbatni egallagan. Xitoyda turishliq chet ellik muxbirlarning bildirishicha, Xitoyning Sharqi Turkiston haqidagi xabarlarga bo'lgan norozilik kontrolligi va hukumatning aralashishi, boshqa shakldagi daxl tarz qilishi xizmat muhitining nacharlashishining asosli bir sababi ekan. Tekshirib aniqlashga qaraganda 96% muxbirning kayniga odam tushgan. 79% muxbirning yiqqan xabar uchur materiallari majburiy o'chirib etilgan. 58% muxbir tutqun qilingan, 10 muxbirning ziyorati buzg'unchilik uchirgan, 7 muxbirning mehmonxonaga kirmaganligi, 3 muxbirning apparat, kamera va boshqa aslahalarning musadir qilingan va buzib etilganligi aniqlangan. Xitoy hukumatı yana chet ellik muxbirlarga viza bermaslik va yoki uzartib bermaslik usullari orqali ularni Jungoga kirishdan cheklagan. Amerika ovozi Xanzo tili bilimining muxbiriga 6 oylik uzatib bergan. Odatda 1 yil uzartish kelishimi bor. New York vaqti gazetining bir muxbiriga aran 3 oy uzartib bergan. Buningga qarata Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash Xitoy kommunistlarining xalqaro muxbirlar qonunini ko'zga ilmay, o'zlarining yovuz maqsadlarini amalga oshirishda har qanday harakatdan yanmaydigan qora niyatini bilishni, buning uchun pat fursatda tadbir qo'llanishini umid qilgan. Sharqi Turkistondagi lagerlar masalasi xalqaroning kuchli inkosini qo'zg'ayotganda, Xitoy hukumatı lagerlar va buningga munosabatli Uyg'urlarni bostirish harakatini oqlash uchun faol harakatga o'tdi. Buning dastlabki qadami sifatida ular o'tgan yilning oxiri va bu yilning 5-ida Pokiston, Hindiston, Indoneziya qatorliq 12 davlatning diplomatlarini, shuningdek bir qism muxbirlarni Qashqar, Xotan, Otish qatorliq shaharlardagi qayta tarbiyalash markazlarini ziyorat qilishga tashkilladi. 24 yanvardan boshlab buning mevalari Xitoyning boshqarishidagi Yer shari vaqt gazeti, shuningdek Pokiston va Hindistondagi bir qism matbuotlardan o'rin olishga boshladi. Yer shari vaqt gazetida Xitoy hukumatı dastlab 22 yanvar kuni ijtimoiy muqimlik xizmatining yaxshi o'rinlashi, Shinjongga keladigan sayohatchilarni ko'paytdi mavzusida xabar maqolasi e'lon qilib, asabiylikka va terrorlikqa qarshi turish xizmati yaxshi ishlanganlikdan jamiyat muqim bo'ldi. Buning bilan ishkirdan keladigan sayohatchilar ko'payib, Shinjongning iqtisodiga zo'r manbalarni olib keldi degan xulosani e'lon qildi. Shundaqla mushu orqali o'zlari ijro qilayotgan tadbir va siyosatlarning to'g'ri bo'lganligini ishorat qildi. Bugungi Pokiston gazetida e'lon qilgan Sulton Xoli imzosidagi zo'r hajmlik maqoladimi Uyg'ur diyorining o'tgan 30 yilda qanday olamshumul natijalarni qo'lga keltirganligini zo'q-sho'q bilan bayon qilib, Xitoy Kompartiyasiga madhiya o'qidi. Yer shari vaqt gazeti shu qitim tashkillagan ziyorat o'migidagi bir qism diplomatlar va muxbirlar bilan suhbatlashib, shularning og'zidan lagerlar masalasi, Uyg'ur madaniyati va til yoziqi, Uyg'urlarning diniy e'tiqodi haqlari haqidagi bir qism savollarga javob oldi. Hindiston vaqt gazeti bu masalalar haqida maxsus muloyiza maqolasi e'lon qilib, nuqtali holda Pokiston diplomatlarining shu qitimqi ziyoratdan keyin Shinjongdagi madaniyat yoki diniy e'tiqod sohasida hech qanday bostirish mavjud emaskan degan xulosaga kelganligini bayon qildi. Yer shari vaqt gazeti va Hindiston vaqt gazetidagi bayonotlarga qaraganda, Pokiston diplomatlaridan Mumtaz Zoira Baloch o'zlarining ziyorati haqida Xitoy muxbirlarining savoliga javob berganda, biz hech qanday lagerlarni yoki lagerlardagi majburiy emgak qilishni ko'rmadik. Diniy e'tiqod haqlarimiz shuncha keng ekan, masjidlarda Qur'on Karimning Uyg'urcha tarjimasini ko'rdik degan. U yana til haqida so'z qilib, madaniyat jihatda Uyg'urlar o'z tili yozig'i orqali Uyg'urlarning mavjudligini ifoda qilib yetibdi degan. Hamda Uyg'ur tilining ma'rif sohasida ma'ni qilinganligini tilga olmagan. Qur'on Karimni Uyg'ur tiliga tarjima qilgan diniy olim Muhammad Salih Damullamning ana shunday lagerlarning birida shahid bo'lganligini texmo tilga olmagan. Xitoy hukumatining sizgan sig'idan chiqmay kelayotgan Pokistondagi bir qism musulmon davlatlari G'arb axborotlari Uyg'urlar haqida o'ydirma ma'lumot tarqatmoqda deb bas-basda xabar yozayotganda, Amerikadagi mashhur islom ulamolaridan 100 ga yaqin kishi, jumladan Shayx Yasir Qozi, Adamis markazining bosh imomi Imom Majid qatorliqlar birlashma murojaat e'lon qildi.
Murojaatnomada Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishi hamda lagerlarga qamishi, shuningdek Uyg'urlarning madaniyat va til yozig'ini xarob qilishi qattiq tanqidlandi. 2012 yılı Xitay Jiangsu өлkəsinin Suju şəhərində Fransiya London Munar körükidən örnek elib bir körük yasıgan. Hem de bu körük yerlik ahalilerinin alqışıga erişken bolup, moyun bir sayahat ornuğa aylanğan idi. Lekin yerlik hökumətinin ötken yılı sentyabrda 21 milyon yuan xalq puli sərf qilib, mazkur körükni qaytadan yasaşni qarar qilgan. Körükning 4 munarini hamda Yevropa tusini olgan qismini söküp elib etgan. Chunki o ko'rinishning asosiy gavdasi chirkavga o'xshagan bo'lib, kommunist Xitoylar dinga qarshi harakat qilayotganligi uchun ko'rikni dinni tus olgan degan maqsadda buzib tashlagan.